Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsullo, Afg'onistonning Baliq viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Ha do'stlar, men sizlarga avvalgi ko'rsatib o'tgan videomning davomini ham tayyorladim. Avvalgi videomizda Jazira tomon Podiqman akalarimizning oldiga o'tgan edik. Ular juda ham chiroyli qilib bizlarni kutib oldilar. Mana ko'rayotganingizdek Omudaryo balig'ini oldimizda ovlab qo'ygan ekan. Omudaryo balig'i bilan qarnimizni to'yg'azishdi akaxonlarimiz. Ha do'stlar, Afg'onistonlik birodaringizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Do'stlar, Afg'onistonning qanday joyligini birma-bir inshaalloh sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Bizni kanalimizni kuzatib borsangiz, Afg'onistonning qanday joyligini birma-bir inshaalloh ko'rib borasiz. Qani bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Ha do'stlar, avvalgi videomizni ushbu joyda yakunlagan edik. Mana biz hozir Jazira tomonga ham chiqib oldik. Mana bu ko'rayotgan joyingiz esa Podiqman akalarimizning turadigan joyi bo'ladi. Biz hozir ushbu devorning ichiga kirib ko'ramiz qanday ekanligini. Mashalloh, ko'rayotganingizdek mana qo'lda yasalgan o'choq. Mana bu tomonda ko'rayotganingizdek bujiga tapik joylashyaptilar. Bizning Afg'onistonimizdagi o'zbeklar bunga tapik deydi. O'zbekistonning o'zbeklari nima deydi o'shani otiga? Tapik deydimi yo nima deydi? Kommentariyada yozinglar. Qani bo'lmasam devorning ichiga kirib ko'ramiz do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh, mashalloh. Mana do'stlar ko'rayotganingizdek juda ham bir chiroyli qilib qurishibdi devorni. Podiqman akalarimizning o'zlari qurgan ekan. Jaziraning o'rtasida mana ushbu devor. Ko'rayotganingizdek devorning ichida hamma narsa bor. Ha do'stlar, devorning yuqorisiga ham chiqib qaraymiz. Mana devorning yuqorisiga ham chiqib oldik. Mana bu ko'rayotgan qayiqimiz suvdan o'tgan qayiqimiz bo'ladi. Mana bu tomonda esa o'sha tapik joylayotgan akalarimiz. Mana bu tomonlar esa sigirlar kezadigan joy. Ana bu ko'rayotgan joyingiz esa O'zbekiston bo'ladi. Mana bu tomonlar esa. Mana O'zbekistonning devorlari ko'rinib turibdi. Mana o'rtasida bir Omudaryo oqyapti. Bizlar bir kichkina daryodan o'tgan edik. Omudaryo hali katta suv oldimizda. Mana bu ko'rayotgan joyingiz hammasi O'zbekistonning hududi bo'ladi. Ha do'stlar, ko'rayotganingizdek mana akaxonlarimiz baliq ortib o'tiribdilar. Juda ham bir chiroyli baliq ovlagan ekanlar. Do'stlar, O'zbekistonning tilida ushbu baliqning otiga nima deydilar? Kommentariyada yozinglar. Mana ko'rayotganingizdek kichkina baliq nima deydilar? Ha do'stlar, ko'rayotganingizdek balig'imizni ham ortib oldik. Mana ko'rayotganingizdek balig'imizni shunday qilib birma-bir to'g'rab chiqamiz. Nima uchun deganingizda juda ham bir chiroyli qilib pishar ekan. Ha do'stlar, va nihoyat balig'imizni ham pishirishni boshladilar. Mana ko'rayotganingizdek ushbu qozonda baliqni pishirishyaptilar mana. Juda ham bir chiroyli qilib Podiqman akalarimiz pishirishar ekan mana. Ko'rayotganingizdek juda ham bir chiroyli qilib pishiryapti. Mashalloh. Mana bu esa pishgani, bu esa xomi yonidagi. Mana tayyor bo'lgan balig'imiz devorga olib kirib yeymiz. Ha do'stlar, ko'rayotganingizdek mana balig'imizni ham tayyorladik. Mana do'stlarimiz bilan jam-jam yig'ilib yeb o'tiribmiz. Ha do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Keyingi videomda albatta sizlarni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar do'stlar.